O'rtoqlar, sizlarga manfaatli video bo'lsa, bitta like qizilchani bosib belgilab ketamiz. Sizlarga videoni ko'rsataman. Bu Nexus 3 ga qilinayotgan jarayon nima bo'lyapti, usta buni? O'rtoqlar, men qo'limdagi narsa granata sallik bo'ladi. Buni egalari ikkita qo'ydim deydi. 3-4 kundan keyin moy oqizib qoladi deydi. O'rtoqlar, sababi bu emas. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Kamerani yaqinlashtiring. O'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar. Aboymasi bo'ladi mana bu, aboymasi. Granata kiradi. O'rtoqlar, yamaga tushgandan keyin aboyma luft berib qolgan hisobida moy oqizib yuboradi o'rtoqlar. Aboyma kengayib qolgan. Xudo xolasa yangi olib kelamiz, buni ham qo'yamiz, yangi salnik bilan qo'yamiz. O'shanda moy oqishi to'xtaydi, shundan keyin mashina chotki bo'ladi. Ustaga yana bir savolim bor. Shuni joyida qo'yib stanovka qilib bersa bo'ladimi, korobkani tushirmasdan turib? Korobkani iloji boricha tushirmasdan qo'yishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Mehnatga bitta like bosib qo'ymasalar ham bo'lmaydi. Qiynalib yuradigan aka-ukalarga tashlab qo'yamiz, Nexus 3 dagilarga.